Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Sizlar bilan o'tadigan bu galgi 13-chi ma'ruzamiz, mavzusi obyektlar massivi, sinflar orasidagi munosabatlar. Ma'ruzamiz rejasi bilan tanishib o'tamiz. Sinf konstruktori, sinf destruktori, sinf obyekti, obyektlar massivi, sinflar orasidagi munosabatlar hamda xulosa qismlaridan iborat. Birinchi rejamiz sinf konstruktori. Bu mavzu haqida avvalgi ma'ruzalarimizda ham aytib o'tgan edik. Konstruktor bu klassning ochiq turdagi, ya'ni public toifadagi metodi hisoblanadi. Nomi klass nomi bilan bir xil bo'ladi. Qaytaruvchi toifasi mavjud bo'lmaydi. Bitta klassda bir nechta konstruktorlar mavjud bo'lishi mumkin. Bu yerda misol sifatida aylana nomli sinf yaratilgan. Uning ichida ikkita konstruktor e'lon qilingan. Birinchisi bo'sh konstruktor, ikkinchisi esa bitta argument, ya'ni radiusni qabul qiluvchi konstruktor hisoblanadi. Konstruktorga ega myClass nomli sinf yaratishimiz mumkin. Bu yerda avval sinf e'lon qilingan, undan keyin sinf tanasi yozilgan. Public bu crash spesifikator hisoblanadi, ya'ni konstruktor sinfning ochiq turdagi, ya'ni public toifasidagi metodi hisoblanadi. Bu yerda konstruktor e'lon qilingan, nomi sinf nomi bilan bir xil, ya'ni myClass deya nomlandi. Undagi yozuv hello world so'zini ekranga chiqarish vazifasi yuklatilgan. Bu yerda myClass sinfining obyekti yaratib olindi va bu obyekt yaratilgan vaqtda konstruktor avtomatik chaqiriladi va hello world so'zi ekranga chiqarilishi kerak. Bu yerda dastur natijasini ko'rishimiz mumkin, ya'ni dasturni ishlatgan vaqtimizda obyekt yaratildi va obyektda konstruktor tanasi ishga tushadi. Keyingi misolimizda aylana nomli sinf yaratilgan va bu sinfning konstruktori e'lon qilingan. Konstruktor 2 marta yaratilgan bu yerda. Birinchi konstruktorimiz bo'sh konstruktor, ya'ni hech qanday argument qabul qilmaydi. Ikkinchi konstruktorimiz esa radiusni qabul qiladi, ya'ni bitta argument qabul qiladi va radiusi r ga teng bo'lgan aylana yaratish vazifasini bajaradi. Bu yerda sinfning to'liq shakli berilgan, ya'ni aylana nomli sinf yaratildi. Unda radius nomli o'zgaruvchi mavjud va ikkita konstruktor yaratilgan. Birinchi konstruktorimiz bo'sh konstruktor, ikkinchisi bitta argument qabul qiluvchi konstruktor hisoblanadi. Bu yerda konstruktorlar tanasi e'lon qilinmadi, ular sinfdan tashqarida alohida yozib olingan. Metodlarimiz setRadius metodi. Bu metodimiz qabul qilingan argumentni sinfning o'zgaruvchisiga o'zlashtirish vazifasini bajaradi. Keyingisi qiymat qaytaruvchi getDiameter nomli metod. Bu radiusni 2 baravarini natija sifatida qaytaradi. getLength metodimiz esa aylananing uzunligini hisoblovchi metod hisoblanadi. Va sinf bu yerda tugaydi. Sinfdan tashqarida konstruktorlar alohida e'lon qilindi. Sinfning obyektini yaratishning ikki xil usuli mavjud. Birinchi, faqat obyektning o'zini yaratib olishimiz mumkin sinf orqali va ma'lum bir qiymat orqali, ya'ni radiusni kiritish orqali yaratishimiz ham mumkin. Bu yerda ikkinchi aylana diametri deb ikkinchi obyekt orqali getDiameter metodiga murojaat qilishimiz mumkin va mana shu diametrni ekranga chiqaramiz. Dastur natijasini ko'radigan bo'lsak, avval aylana yaratildi degan izoh hosil qilindi. Bu birinchi konstruktorning bajaradigan vazifasi. Keyin ikkinchi obyekt yaratgan vaqtimizda radiusi 10 ga teng bo'lgan aylana yaratildi degan izoh hosil bo'ladi. Bu ikkinchi konstruktorning tanasi bajarilishi orqali hosil bo'ladi. Va dasturda o'zlarimiz berib o'tgan izoh ikkinchi aylana diametrini ekranga chiqarib olishimiz mumkin. Bu yuqoridagi radiusning 2 baravari hisoblanadi. Ikkinchi rejamiz sinf destruktori. Destruktor bu klassning maxsus metodi hisoblanadi. Nomi klass nomi bilan bir xil, argument qabul qilmaydi, natija qaytarmaydi, overload qilinmaydi, ya'ni qayta yuklanmaydi, obyekt yo'qolish vaqtida ishlaydi va metod oldiga mana bunday tilda belgisini qo'yishimiz zarur. Bu yerda yana klass, aylana nomli klass yaratish ko'rsatib berilgan. Unda ikkita konstruktor va bitta destruktor yaratilgan.
Shuni ta'kidlab o'tishimiz joizki, konstruktorlar sinfda bir nechta bo'lishi mumkin, lekin destruktor aynan bitta bo'lishi talab qilinadi. Bu yerda destruktorning ishlash jarayoni ko'rsatilgan, ya'ni sinf ichida destruktor faqat e'lon qilindi, sinfdan tashqarida esa uning tanasini yozib olishimiz mumkin. Destruktor hech qanday argument qabul qilmaydi, hech qanday qiymat qaytarmaydi, faqat unga biror izoh qo'yib ketishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda nechta obyekt yaratgan bo'lsak, shuncha marta destruktor ishga tushadi. Bitta obyekt yaratganimiz uchun bir marta destruktorning izohi hosil qilingan. Bu yerda yana bitta misol berilgan. Ikkita ma'lumot, ikkita metod hamda konstruktor va destruktorga ega sinf yaratamiz. Ya'ni ikkita sinf o'zgaruvchisi, ya'ni maydoni bo'lishi zarur va konstruktor hamda destruktorga ega bo'lgan sinf yaratib olamiz. Sinf nomi A, B deya nomlandi. Unda ikkita maydon mavjud, A va B o'zgaruvchilari. Konstruktor sinf nomi bilan bir xil bo'ldi. Bu konstruktorni bajaradigan vazifasi o'zgaruvchilarni, ya'ni sinf o'zgaruvchilarini qiymat bilan ta'minlash vazifasini bajaradi. Bu yerda konstruktor ishladi va u quyidagi parametrlarni oladi deya izoh chiqarib berishimiz mumkin. Ya'ni har bitta o'zgaruvchining qiymatini ekranga chiqarib olamiz. Keyingi slaydimizda sinf metodlari berilgan. Set AB metodi A va B ning qiymatlarini kiritib olish vazifasini bajaradi. Ya'ni har bitta o'zgaruvchining qiymatini standart oqimdan kiritish vazifasini bajaradi. Get AB metodi esa har bitta o'zgaruvchining qiymatini ekranga chiqarish vazifasini bajaradi. Mana bu sinf nomi bilan bir xil bo'lgan metod, oldida tilda belgisi mavjud, bu destruktor deyiladi. Bu yerda destruktor ishlaydi deya izoh qo'yib ketishimiz mumkin. Asosiy dasturimizda sinfning obyektini yaratamiz. A va B o'zgaruvchilariga 100 va 100 degan qiymatlar berildi. Bu yerda konstruktorga parametrlar uzatiladi. Undan keyin set AB metodini ishga tushiradigan bo'lsak, u holda o'zgaruvchilarga yangi qiymatlar berishimiz mumkin. Get AB metodi orqali esa ularni ekranga chiqarishimiz mumkin bo'ladi. Va ikkinchi obyekt yaratildi. Bu yerda sinf o'zgaruvchilariga 200 qiymatlari berildi. Bu yerda to'liq dastur berilgan va dastur natijasini ham ko'rishimiz mumkin. Dastlab obyekt yaratilgan vaqtida konstruktor ichidagi izoh hosil bo'ladi. Undan keyin o'zgaruvchilarning qiymatlarini ko'rsatishimiz mumkin. Keyingi set AB metodi ishga tushgan vaqtda ikkita o'zgaruvchining qiymatini yangitdan kiritib olishimiz mumkin va ularning qiymatlarini ekranga chiqarib olamiz. Keyingi ikkinchi obyekt yaratilgan vaqtda yana undagi o'zgaruvchilar qiymatlari yangilanadi. Bu yerda destruktor ishlaydi degan izohimiz 2 marta hosil qilindi. Nimaga deganda biz dasturda 2 marta obyekt yaratdik. Obyektlar soni nechta bo'ladigan bo'lsa, destruktor shuncha marta obyektlarni o'chirish vazifasini bajaradi. Bu slaydimizda uchburchak deb nomlangan klass yaratamiz. Unda 3 ta o'zgaruvchi mavjud, ya'ni uchburchakning 3 ta tomoni. Mana bu konstruktor hisoblanadi. Bu public toifada bo'lishi zarur. A, B, C qabul qilingan argumentlarni sinf maydonlariga o'zlashtirish vazifasini bajaradi. Va oxirida uchburchak yaratildi deya izoh chiqarib ketishimiz mumkin. Protected toifada metodlarni yozib olamiz. Birinchi metodimiz perimetr, ya'ni 3 ta tomonning yig'indisi orqali perimetrni hosil qilishimiz mumkin. Keyingi metodimiz user nomli metod. Bu ham haqiqiy toifadagi qiymat qaytaradi. Geron formulasi yordamida bu yerda uchburchakning yuzasini hosil qilishimiz mumkin. Bu qismi esa destruktor hisoblanadi, ya'ni obyektni o'chirish vazifasini bajaradi. Asosiy dasturimizda konstruktor orqali obyekt yaratib olamiz. Bu yerda konstruktorning bajaradigan vazifasi har bitta kiritilgan qiymatni maydonlarga qiymat sifatida o'zlashtiriladi. Va uning yuzasini ekranga chiqarib olishimiz mumkin. Bu yerda natija avval uchburchak yaratildi degan izoh mana bu konstruktordan hosil bo'ladi. Undan keyin uning yuzasini ekranga chiqarib olishimiz mumkin. Va oxirgi qismida dastur tugashidan avval destruktor ishga tushadi va obyektni o'chirish vazifasini bajaradi. Kelasi rejamiz sinf obyekti. Sinf
ya'ni klass bu dasturlashda biror bir obyekt turlarining umumiy qismlarini, ya'ni xususiyatlarini va funksiyalarini birlashtiruvchi ma'lumotlar tizimi hisoblanadi. Sinf tushunchasi obyektning atributlari va usullarini belgilaydi. Misol uchun, shaxs sinfi barcha insonlarning umumiy xususiyatlarini, ya'ni ism, yosh, manzil, shunga o'xshagan ma'lumotlar bo'lishi mumkin va ba'zi usullarini, ya'ni yugurish, gapirish kabi metodlar bo'lishi mumkin. Mana shularni ifodalaydi. Obyekt bu sinfning belgilangan qismini o'z ichiga olgan namunaviy nusxasi hisoblanadi. Obyektning xususiyatlari va usullari sinf to'g'risidagi ma'lumotlar bilan to'ldirilgan bo'lishi mumkin. Misol uchun, Ali obyekti shaxs sinfiga mansub bo'lishi mumkin va Alining xususiyatlari, ya'ni ismi, yoshi, manzili va usullari mavjud bo'lishi mumkin. Ushbu sinf obyekt strukturasini dasturlashda inkapsulyatsiya, merosxo'rlik va polimorfizm kabi konseptlar bilan bog'lab ishlaydi. Sinf obyekt modeli dasturchilarga dastur kodini yaxshi tuzish, boshqarish va saqlash imkonini beradi. Bu yerda hozir misol sifatida aytib o'tgan shaxs sinfini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni shaxsga tegishli bo'lgan ma'lumotlar, ismi, yoshi va manzili bo'lishi mumkin. Bu yerda ism string toifasida, yosh int toifasida, manzil esa string toifasida e'lon qilindi. Bu yerda konstruktor yaratildi. Konstruktor ikkita. Birinchi konstruktorimiz bo'sh konstruktor, ya'ni u faqat obyektni yaratishda qo'llaniladi. Ikkinchi konstruktorimiz esa maydonlarni qiymat bilan ta'minlaydi. Ism, yosh va manzil kabi 3 ta o'zgaruvchini qabul qilib, bularni yuqoridagi o'zgaruvchilarga o'zlashtirib olishimiz mumkin bo'ladi. Ma'lumotlarni chiqarish uchun maxsus metod yaratib olamiz. Bu void toifada, ya'ni qiymat qaytarmaydigan funksiya hisoblanadi. Nomini chiqarish deya nomladik, hech qanday argument qabul qilmaydi va har bitta maydonni izoh yordamida hosil qilib beradi. Ismi avval ism chiqariladi, undan keyin probel, yoshi va mana shuncha yoshda, manzili va shu shaharda yashaydi deya izoh orqali chiqarib berishimiz mumkin. Asosiy dasturda shaxs sinfining obyektini yaratib olamiz. Buning uchun avval sinf nomi, keyin obyekt nomi va qavs ichida maydonlarning qiymatlarini berib o'tishimiz mumkin. Undan keyin esa chiqarish nomli metodga murojaat qilamiz. Bu obyektga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni ekranga chiqarish vazifasini bajaradi. Keyingi rejamiz obyektlar massivi. Avvalgi ma'ruzalarimizda biz massiv tushunchasini o'tgan edik. Ya'ni massiv bu bir xil toifaga mansub bo'lgan ma'lumotlar ketma-ketligi hisoblanadi. Obyektlardan iborat bo'lgan xuddi shunday massiv yaratib olishimiz mumkin, lekin bu massivning har bitta elementi hammasi bitta sinfga tegishli bo'lishi zarur. Obyektlar massivi yoki obyekt massivi dasturlashda bir nechta obyektlarni o'z ichiga olish uchun ishlatiladi. Bu massiv har bir elementi biror sinfning obyektini o'z ichiga oladi. Obyektlar massivi biror turi bo'lgan obyektlarni birlashtirib, ularga qo'shimcha xususiyatlar va usullar qo'shish imkoniyatini beradi. Misol uchun biz yuqorida ko'rib o'tgan shaxs deb nomlangan sinf yaratamiz va bu sinfdan kelgan obyektlarni massivga joylashtirib borishimiz mumkin. Bu yerda sinfning umumiy strukturasi, ya'ni buni avvalgi slaydimizda ham ko'rib o'tgan edik. Endi mana shu sinfning bitta obyekt emas, bir nechta obyektlardan iborat bo'lgan obyektlar massivini hosil qilamiz. Asosiy dasturimizda avval sinfning obyektini yaratib olamiz. Bu ko'rsatkichli massiv sifatida e'lon qilinadi va har bitta elementni new kaliti so'zi yordamida hosil qilib olishimiz mumkin. Bu yerda obyektlar sonini 2 ta deb olamiz. Shaxs sinfiga doir bo'lgan 2 ta obyekt yaratib olamiz, shaxs 1 va shaxs 2. Har bittasini konstruktoriga ma'lumotlarni uzatamiz. Va shaxslar deb nomlangan yuqoridagi obyektlar massivimizga mana shu 2 ta obyektni o'zlashtirib olishimiz mumkin. 0-indeks va 1-indekslariga. Bu qismida esa massivdagi obyektlarga murojaat qilamiz va ma'lumotlarni ekranga chiqarishimiz mumkin. Chiqarish uchun obyekt orqali sinfning chiqarish nomli metodiga murojaat qilamiz. Bunda sikldan foydalanishimiz zarur. Obyektlar massivining har bitta indeksdagi elementlarni chaqirib olish uchun sikl operatoridan foydalanamiz. Bu yerda dastur natijasi, ya'ni har bitta obyektning ma'lumotlarini ekranga izohlar yordamida chiqarib olamiz.
Endi xuddi shu masalani int obyekt uchun obyektlar massivi sifatida yaratib olishimiz mumkin. Ya'ni obyektlar soni avvaldan ma'lum emas. Istalgan bir son orqali bu obyektlar sonini ko'rsatib olishimiz mumkin. Bu yerda sinfimiz o'zgarmaydi, ya'ni avvalgi bitta obyekt uchun ham, ikkita obyekt uchun ham, int obyekt uchun ham ishlaydigan avvaldan yaratilgan sinf yozib olinadi. Asosiy dasturimizda esa obyektlar sonini kiritib olamiz. Avvalambor bu butun son sifatida e'lon qilinadi. Obyektlar massivini int element uchun yaratib olamiz. Sikl orqali bu obyektga tegishli bo'lgan barcha ma'lumotlarni kiritib olishimiz mumkin. Bular ism, yosh va manzil ma'lumotlari hisoblanadi. Ism va manzil string toifada bo'lganligi uchun bularni birgalikda e'lon qilamiz. Yosh esa butun sonli toifaga ega bo'lganligi uchun buni alohida int toifada e'lon qilishimiz mumkin. Va standart oqimdan mana shu ma'lumotlarni kiritib olamiz va har bitta ma'lumotni konstruktorga uzatish orqali sinfning obyektlarini yaratib olamiz. Massivdagi obyektlarga murojaat qilamiz va ma'lumotlarni ekranga chiqaramiz. Bu yerda natijalarda izoh chiqarib oldik. Chiqarish esa avvalgi slaydimiz bilan bir xil, ya'ni 0 dan n-gacha sikl aylantirish orqali har bitta obyektning ma'lumotlarini chiqarish metodi yordamida ekranga chiqarib olamiz. Bu yerda dastur natijasi berilgan. Ya'ni avval shaxslar sonini kiriting deya izoh hosil bo'ladi. 3 ta shaxs bor deya kiritib oldik va har bitta obyektga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni kiritib olamiz. Natijalar esa izohlar yordamida hosil qilinib olinadi. Bu yerda yana bitta masala berilgan. Talaba sinfini yarating. Sinf maydonlari familiyasi, ismi, kursi, bahosi va stipendiyasi bo'lishi zarur. Sinf komponentalarini inkapsulyatsiyalash, konstruktorlar va klass metodlarini ishlab chiqing. Obyektlar massivini yarating va ular ustida qidirish, saralash va o'zgartirish amallarini bajaring. Bu masalani yechish uchun avvalambor talaba nomli sinfini yaratib olishimiz zarur bo'ladi. Talaba sinfi 5 ta maydondan iborat. Familiya, ism, satrli ma'lumot string toifada e'lon qilinadi. Kurs, baho va stipendiya butun son, ya'ni int toifada e'lon qilinadi. Ikkita konstruktor yaratib olamiz. Birinchisi bo'sh konstruktor, ikkinchisi esa sinf maydonlarini qiymat bilan ta'minlovchi konstruktor hisoblanadi. Qidirish metodi. Bu yerda qidirish ismi bo'yicha amalga oshiriladi, ya'ni ism nomli maydonni qiymatini kiritib olib, mana shu qiymatga tegishli bo'lgan obyektlarni ajratib chiqarishimiz zarur. Buning uchun obyektlar massivining boshidan oxirigacha sikl aylantiramiz va ism nomli maydoni ismi degan o'zgaruvchiga teng bo'ladigan bo'lsa, bu obyektning barcha ma'lumotlarini print metodi orqali ekranga chiqaramiz. Bu metod bu yoqda berib o'tilgan, ya'ni barcha maydonlarni izohlar yordamida ekranga chiqarish vazifasini bajaradi. Ikkinchi metodimiz saralash. Bu yerda saralashga kalit maydon tanlab olinishi zarur. Kalit maydoni bu yerda baho degan maydon tanlab olingan. Saralash algoritmidan pufakchali saralash algoritmi qo'llanilgan. Bu yerda massivning i-inchi indeksdagi elementi j-inchi indeksdagi elementidan katta bo'ladigan bo'lsa, u holda obyektlar massivining barcha elementlarini swap orqali almashtirib olishimiz mumkin. Keyingi metodimiz o'zgartirish metodi. Bu yerda ma'lum bir indeksdagi obyekt tanlab olinib, uning barcha ma'lumotlari yangilanishi zarur. Bu slaydimizda sinfning obyektlar massivi yaratiladi. Buni asosiy dasturda, ya'ni mainda amalga oshirishimiz mumkin. Avval talabalar sonini kiritib olamiz va shuncha elementdan iborat obyektlar massivini yaratib olamiz. Va talabalarning barcha ma'lumotlarini sikl orqali standart oqimdan kiritib olamiz. Bular familiya, ism, kurs, baho va stipendiya nomli ma'lumotlar hisoblanadi. Va mana shu kiritilgan o'zgaruvchilar orqali obyektlar massivining i-inchi indeksdagi elementini hosil qilib olamiz. Va metodlarga murojaat qilamiz. Avval talabalarni saralash, ya'ni bahosi bo'yicha. Buning uchun saralash degan metodga murojaat qilinadi. Va saralangan ma'lumotlarni print metodi orqali ekranga chiqarib berishimiz zarur. Bu print metodi bitta obyektga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni ekranga chiqarish vazifasini bajaradi. Biz barcha obyektlarni ekranga chiqarish uchun sikl operatoriga murojaat qilamiz. Keyingi metodimizga murojaat qidirish, ya'ni talabaning ismini kiritib olamiz va mana shu ism degan ma'lumotga tegishli bo'lgan barcha maydonlarni
ekranga chiqarishimiz mumkin. Bu qidirishdagi natijalarni ekranga chiqarish uchun metodda print metodiga murojaat amalga oshirilgan, ya'ni topilgan natijalarni o'zi ekranga chiqarib beradi. Keyingi metodimiz o'zgartirish, ya'ni nechanchi talaba ma'lumotlarini o'zgartirishni bu yerda so'rab olamiz va mana shu indeksdagi talabaning ma'lumotlarini kiritilgan yangi qiymatlarga o'zgartirib olishimiz mumkin va natijalarni ham yana ekranga chiqarib berishimiz zarur bo'ladi. Dastur natijasi: avval talabalar sonini kiritib olamiz. Masalan, 3 ta talaba mavjud va har bir talabaga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni standart oqimdan kiritib olamiz. Birinchi talaba ma'lumotlari: familiya, ism, kurs, baho va stipendiya. Xuddi shunday ikkinchi va uchinchi talaba ma'lumotlarini kiritib olamiz. Talabalarni saralash: bu yerda bahosi bo'yicha ma'lumotlar o'sish tartibida saralangan bo'lishi zarur. Avval eng past baholi, ya'ni 4 baholi talaba ekranga chiqariladi. Undan keyin 5 baholi talabalar hosil qilinadi. Qidirish: talabaning ismini kiritib olishimiz zarur. Buning uchun masalan Bekzod deya kiritib oldik. Ismi Bekzodga teng bo'lgan barcha talabalarni ekranga chiqaramiz. Bu yerda Bekzod nomli birgina talaba mavjud. Talaba ma'lumotlarini o'zgartirish: buning uchun talabaning indeksini kiritib olishimiz zarur. Masalan, ikkinchi indeksdagi talabaning ma'lumotlarini o'zgartirmoqchimiz. Buning uchun yangi ma'lumotlarni kiritib olamiz va natija sifatida o'zgargan ma'lumotlarni hosil qilib olishimiz mumkin. Bu yerda kiritilgan ma'lumotlar ikkinchi talaba ma'lumotlari bilan almashadi. Keyingi rejamiz: sinflar orasidagi munosabatlar. Sinflar orasidagi munosabatlar inkapsulyatsiya, merosxo'rlik va polimorfizm kabi konseptlarni o'z ichiga oladi. Bu konseptlar dasturchilar uchun kodni tizimliroq, qulayroq va boshqa sinflar bilan munosabatlarni hosil qilish uchun mo'ljallangan. Bu konseptlardan birinchisi inkapsulyatsiya. Bu tushuncha sinflarning ichidagi xususiyatlar va usullarning chegarasini belgilash orqali obyektlarga kirishni cheklashni maqsadga oladi. Ikkinchisi merosxo'rlik. Bu tushuncha bir sinfning barcha xususiyatlari va usullarini boshqa bir sinfga o'zlashtirish imkonini beradi. Bu dasturni qayta ishlashni va qayta yozishni kamaytiradi. Uchinchisi polimorfizm. Bu tushuncha bitta amalni bir nechta shaklda bajarish imkonini anglatadi. Bunda bitta sinfning bir metodini boshqa sinflar ham o'zgartirib, o'z xususiyati va ma'lumoti bo'yicha amal qilishi mumkin. Bu dasturni boshqa sinflar bilan o'zaro almashinishsiz va samarali qilish uchun juda qulay hisoblanadi. Xulosa qismimiz: sinf konstruktori, ya'ni konstruktor sinf obyektlarini yaratishda ishlatiladigan maxsus bir funksiya bo'lib, bu funksiya avtomatik ravishda sinf obyektini yaratish va uni tayyorlash uchun ishlatiladi. Sinf destruktori sinf obyektlari tahrirlangan paytida ishlatiladigan funksiya bo'lib, sinf obyektlarini o'chirish uchun ishlaydi. Destruktorlar obyekt tahrirlangan paytidan keyin avtomatik ravishda ishga tushadi. Obyektlar massivi yoki obyekt massivi dasturlashda bir nechta obyektlarni o'z ichiga olish uchun ishlatiladi. Bu massiv har bir elementi sinfning obyektini o'z ichiga oladi. Obyektlar massivi biror turi bo'lgan obyektlarni birlashtirib, ularga qo'shimcha xususiyatlar va usullar qo'shish imkonini beradi. Bu darsimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun katta rahmat.